Глушительdan tutun emas, ichsa bo'ladigan toza suv chiqadigan BMW haqida eshitganmisiz? Yo'q, bu gibrid yoki zerikarli elektromobil emas. Bu sof vodorodda yuradigan yirtqich. 2005-yilda BMW muhandislari BMW 7 gidrogen loyihasini taqdim etdi. Uning ichiga 6 litrlik 12 silindrlik dahshatli motor joylashtirilgandi. Motor ham benzinda, ham suyuq vodorodda harakatlana olardi. Eng qizig'i, bu mashina vodorodda yurganda atrof muhitni ifloslantirmasdi. Aksincha, havoni tozalab, glушительdan suv bug'i chiqardi. Xo'sh, nega bugungi kunimizda ko'chalarimizda bunday vodorodli mashinalar deyarli yo'q? Nega BMW bu loyihani butunlay yopdi? Sababi juda oddiy. Dunyoda vodorod quyish shoxobchalari deyarli yo'q. Katta neft magnatlariga esa bunday dahshatli havoni tozalaydigan BMWlarni keragi yo'q. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like ni bosish, kommentariy yozish va podpiska bo'lish esdan chiqmasin.